Yo'g'on elektrik. Elektrik kim o'zi? Elektrik bu fizik. Elektrik kim o'zi? Elektrik bu matematik. Elektrik kim o'zi? Elektrik bu mas'uliyatli bir inson. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib ketishni unutmanglar. Marhamat, bu obyektimizning gilam eshigi. Ko'rishingiz mumkin. Eshigini ochganda avtomatik pasvitkalarimiz yonadi. Oublier tous les problèmes. Alors on danse. Sochik qo'yganmiz. 3 faza 160 amperlar avtomat orqali o'tadi. Kukalar yordamida faza tarqatganmiz. Огнетушитель avtomat bezopasnligi uchun voltmetr qo'yganmiz. Uchala fazani ham voltini tekshirish uchun nonovoy shinamiz. Hop, bu birinchi avtomatimiz podvolga katonli qismiga ketgan. Bu elektromobil shiti. Elektromobilni zaryadchiklarni uстановка qilmaganimiz sababli avtomatni bloklab qo'yganmiz. Yosh bolalar ko'tarib olmasligi uchun. Qolganlari obyektimizni gilam avtomatlari, xonalarning avtomatlari. Xonadonimizning yuragi bo'lgan katyonli qismimizga yig'ib bergan shitimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerni ham ochganda avtomatik pasvitkalarimiz yonadi. Hop, bu puskatil qo'yib berganmiz. Termostat orqali boshqaradi. Katyonimiz tenlari uchun. Bu termostatimiz boylarni teni uchun boshqaradi. Hop, bu yerga fazalarni tarqatish uchun ukka qo'yganmiz, qulaylik uchun. Огнетушитель avtomat qo'yganmiz, bezopasniy voltmetr. Hop, termoregulyator qo'ydik. Shitimizni qizib ketadigan taqdirda mana ruchni ishlatib ko'ramiz. Hop, bu tenimizning avtomatlari, boylarning avtomati, ham sirkulyatsiya nasoslari avtomatlari. Sizga ham shunday sifatli va hamyonbop xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing. Doimo xizmatingizda.